Assalamu alaykum, dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan aziz vatandoshlar. Uyg'ur harakati tashkilotining bilim kuch qarorli to'r suhbatiga xush keldinglar. Men Mukarram Qurbon. Avval hammanglarga chin yurakdan salom yo'llayman. Bu suhbatimizda da'voyimizga munosabatli uchurlar, yangi fikrlar, tarbiya ahamiyati bo'lgan muhim nuqtalar va izlanishlar haqida erkin ozoda suhbat olib boramiz. Tashviqot da'voyimizga muhim omillarning biridir. Shu vajidan qilish tegishli bo'lgan barliq harakat planlarimizni to'g'ri tanlash, unumli yo'llarni tunib yetish, tariximizni o'rganish, siyosiy ong saviyamizni oshirish, shundaqla qanday qilib Xitoy hokimiyatining da'voyimizga qarshi ilib berayotgan turli hujumlarga taqobil turish va vatanimiz Sharqiy Turkistonning amaliy ahvollari, Uyg'urlar uchrayotgan qatliamni xalqaro jamoatchilik anglitishda o'zimizni yetildirishimiz, bilim saviyamizni oshirishimiz hamda bilganlarimizdan kuch ilib bu muqaddas da'voyimizni to'g'ri va keng ko'lamda ilib berishimiz kerak. Bu suhbatimizda yana muhojiratdagi Uyg'urlarni bir-biriga yaqinlashtirish va bu platforma orqali vatan millat yo'lida fidokorlik qilayotgan barliq da'vo ahllarining o'z tajriba saboqlarini anglab, o'zaro erkin ozoda munozara ilib berishni maqsad qilamiz. Bugungi suhbatimizda hammamizga tanishib bo'lgan Uyg'ur harakati tashkilotining qurg'uvchisi va yetakchisi hamda 2018 yil 15 mart kuni Uyg'ur tarixiga o'chmas iz qoldirgan, Xitoy hokimiyatiga qaqshatqich zarba bergan, ularni rahatsiz qilgan bir ovoz bir qadam harakatini vujudga keltirgan ham yetakchilik qilgan Ro'shan Abbos xonim biz bilan birga. Ro'shan Abbos xonim bu da'voni oliy maktab hayotidan boshlab hozirga qadar davomlashtirib kelmoqda. Hurmatli Ro'shan Abbos xonim, qimmatli vaqtlaringizdan, jiddiy vaqtlaringizdan vaqt ajratib suhbatimizga kelib berganingiz uchun ko'p rahmat, xush keldingiz. Rahmat, sizga. Vaqt sababli sizga bevosita savol qilaman kiray. Hozir butun dunyo miqyosida Xitoy virusi sababidan uyda qamalib qoldik. Mushu jarayonda da'voyimizni xalqaro anglitishda qanday anglitib keldinglar? Biz to'r dunyosidan ayta unumli foydalanyapmiz. O'zimizningki jamoat taratquchilarimizdan ayta unumli foydalanyapmiz. To'r betimizda har kuni degidek bir maqol e'lon qilyapmiz. Buningda turkcha, ba'zida arabchaga tarjima qilyapmiz, ba'zida hatto xitoychaga tarjima qilyapmiz va bizningki press releaselarimizni davomli to'g'riga qo'yyapmiz. Bunimi press release'ni hech bo'lmaganda turkchaga tarjima qilyapmiz. Agar yetisha olsak, xitoycha, arabcha va boshqa uyg'urcha boshqa tillarga, hatto ispancha tarjima qilyapmiz. Bunun bilan dunyoning nurg'un joylaridagi asos qatlami xalqlarga Twitter, Facebook, Reddit, Pinterest, Instagram qatorliq Facebook qatorliq jamoat taratqullari orqali Xitoyning hozir bizning vatanimizda irqiy qatliam olib berayotganligini tanishtiryapmiz. Musulmon dunyosiga bo'lsa, Xitoyning islomga qarata jang etayotganligini, islom dinini yo'qotishga tirishayotganliklarini musulmon xalqiga bildirishga tirishayapmiz. Bu faoliyatlarimizning nihoyatda yaxshi unumi bo'lyapti. Chunki to'r betimizga kirayotgan ziyoratchilarning soni intayin ko'p va to'r betimizdagi bizning email adresimiz orqali biz bilan aloqalashayotgan qarindoshlarning intayin ko'p. Buning bilan bizningki to'r betimizda mush maqolalarimizni ko'rgan yoki Twitterda yoki Instagramda ko'rganlar biz bilan aloqalashib har turli bundaqlik to'rda panellarga, to'rdagi suhbatlarga bizni taklif qilyapti. Shunga har haftada degidek biz bir yo ikki o'rinda ba'zilari bilan oshkora, ba'zilari bilan faqatlanma shaxsiy bir 5 dan 10 gacha mo'yin bo'lgan odamlarga, ba'zilari hukumat xodimlari, ba'zilari tadqiqot organlarining xodimlari, universitetda ko'pchilikka qilayotganlarimiz public hamda ochiq to'rlarga, ommaviy to'rlarga qo'yib turib qilayotganlarimiz bo'lsa,
Amnesty'nin o'xshamagan yerlik chapterlari, yerlik bölümleri. Anadaki Holocaust Museum'ninki çoğun qırğınçılık muzeyxanasının yerlik bölümleri degandek. Şu anda biz nayt aldıraş buluvatımız. Bundaqça aytqanda, biz uyda oturuvatqan hazırqani 3. ayınınki otursadan alsaq, hazır 6. ayınınki ahırga qarab minvatımız. 3 aydan aştı. 3 aydan aşqan şu jarayanda endi biz şunçalik aldıraş boldu. Biz her günü şembe, ekşembe, bayram, eid bu kunlardan tamammasdan biz her günü az degende 12 saatdan 18 saatgacha ishlayapmiz. Şundaq biz bunu to'g'rida ko'ryapmiz, davomli xabarlar chiqib turyapti. Demak, sizlar hozir aslida bu virus sababli o'tirib qolmagan vaqtdikidimi bakarak jiddiy ish qilib yetibsizlar. Ishinglar utuq tilayman. Yaqinda sizlar to'r orqali 2 qatimdek tarbiyalash kursi olib bordinglar. Bu qaysi mazmunda ham qaysi davlatlardan qatnashdi, azaqli uchib bergan bo'lsangiz. Bo'ldi. Aslida şu Xitoyning virusi bilan amniya taqilib biz uyda o'tirib qolishninki oldida Yaponiyada bir Uyg'ur ayollarini tarbiyalash kursi ochmoqchi edi. Keyin Yaponiya dastlabki taqaldi. Eng oldida Yaponiyada tarqadi bu kasal. Xitoyga bu boshqa shuning bilan u chaqlarda boshqa taraflarda Yevropada yoki Turkiyada teh kasal yo'qdi. Shundan biz buni Yaponiyadakisini iptal qilib, amaldan qoldirib biz Turkiyaga o'tdik. Turkiyaga o'tkab, Turkiyada qilamiz deb tursak, angacha kasallanmaga tarqab ketdi. Shundan Turkiyadakini amaldan qoldirib, to'r orqali Uyg'ur ayollariga o'sha biz Yaponiyada qilmoqchi bo'lgan, ya'ni Kanada, Amerika, Avstraliya, Yangi Zelandiya, o'sha inglizcha so'zlaydigan davlatlardagi ayollarni qandaq qilib Uyg'ur millatining o'sha hozirgi xalqarodagi davosini qandaq qilganda texmi unumli elib bag'ini bo'ladi degan mazmunda ayollarni tarbiyalash ibodi xonim qizlarimiz nihoyat yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Andan keyin ikkinchi qatimqisi Turkiyadagi yoshlarni ularning talabiga asosan to'r bexatarligi va o'sha jamoat taratqulardan qanday qilib unumli foydalanish, nimalarga diqqat qilish, nimalarni qilish, nimalarni qilmaslik, qanday qilganda texmi ko'p kishilarga to'g'ri mesaj, to'g'ri uchur berib, ularni o'zimizning sepimizga qaytib, texmi bir da'vo sepimizni kuchlantirish, ya'ni Uyg'urlarla emas, başka milletlerni qanday qilib yana da'vo sepimizga kirish, mush taraflarni ondan keyin hukumatlarga, hukumat arboblariga, hukumat xodimlariga, millat vakillariga, congressman centerlarga qanday qilib xat yozish, qanday qilib nimani talab qilish, mush taraflardan o'rgatish ibodi. Demak, sizlar bu da'vo ilib berishdan birga yana xalqimizni tarbiyalash, yoshlarimizni tarbiyalash bu nuqtada munoyati chiqishlarni qilibsizlar. İnşallah şu kurs qatnashgan shu ayollarimiz, xonim qizlarimiz, yoshlarimiz bu o'rganganlarini da'vo yo'lida ishlatgan bo'lishini umid qilamiz inshaalloh. İnşallah. Hozirgi vaziyatga qaraganda bizning ham teshig'i chiqib qilmoqchi bo'lgan planlarimiz, faoliyatlarimizni ilib berish toz mumkin emasdek turadi. Uning uchun sizlarning bundan keyin axborot sohasida olib boradigan bir kurslaringlar yoki faoliyatinglar bormi? Shundoq, biz shu oldimizdagi 27-sizlar shanba kuni Yevropa vaqti, bizning aytgan Washington vaqti, o'zimning bildigan vaqtimnikiday soat 7da, bizning Washington vaqti aytgan soat 7da, 7dan 10gacha 3 soatlik Yevropadagi xonim qizlarimizni, ya'ni shu da'voda yetaklash, tarbiyalash, andan keyin ijtimoiy taratqulardan unumli foydalanish, to'g'ri bexatarligi, telefon va kompyuterlarni ishlatgan vaqtimizda qanday qilib Xitoydagi hakkerlarning hujumlaridan o'zimizni qo'g'dash deganga o'xshash o'sha bilimlarda yana bir qatim tarbiyalash ibborimiz. Undan boshqa yana oldimizda universitetlarning talabiga asosan elib berayotgan bir qancha yana shunday
şu sözleş panel conference yığınımız var. Birisi ete üniversite Pennsylvania Üniversitesi'nin okuyucuları ve kızkarlık yeri biz bir avaz bir kademnin hareketini dünyadaki hanım kızlar bilen birlikte dünyayı tanıtkandık ama naite udul kep kalgan halda ular bilmegen halda bu okuyucularının dünyadaki azap çekip atkan milletlerge yardım kılış için bir project teşkillep okuyucular özleri ulan koygan ismi One Voice One Cause'ge bir avaz bir dava. Ular o isimni koyup anandan keyin One Voice One Step diyemizden bir avaz bir kademni ko'rgandiki o'zlarini ayt qiziq tuyibdi. Bir to'rt şu projektning liderlari bu isimni aytdi. Yaqinliq isim ekan. One Voice One Step, One Voice One Cause deb bizniki isimlarimni aytdi. İsimlarimizni mos gapdi deb. Shu o'quvchilar bilan birlikda oldimizda bir qancha faoliyatlarni elib bormoqchi. Anandan keyin men shu fursatdan foydalanib dünyadaki Uygur ayollarımızga bir narsani bir rica qilay deyman, bir talab qilay deyman. Çünkü biz shu uyda so'nlab qilishmish Xitoy virusi bilan hammaga taqalgandan keyinla biz to'rda Instagramda Women of East Turkestan ya'ni Sharqiy Turkiston xonim qizlari degan ismda bir Instagram beti ochgandik. Bu betda Uygur ayolları özününki xalqan kallasiga kelgan narsadan ikki nuqtani uningga aslida agar bilamay qolsa deb bir ikki savolni evatib bergan bo'ldik. Ammo buning yaxshi bir ichki dunyosi, ayollarning ichki dunyosi, sirtqi go'zalligi, rasmi bilan ba'zilar o'zining rasmini qo'yishni xohlaydi ekan, ba'zilar xohlamaganlar boshqa narsalarni qo'ysin bo'ladi. Bir kitob o'qiyotgan yoki kayni yoki bo'lmasa qo'li deganga o'xshash yoki qahva ichayotgan degandek yuzini ko'rsatmay faqat bir Sharqiy Turkistonlik bir ekanligini chiqadigan yoki bir do'ppa deganga o'xshash. Ammo shuning bilan bir Uyg'urlarning ichki dunyosini bir bildiryapmizda. Buningga chet elliklardan qiziqish intayin kuchli bo'lyapti. Chunki Uyg'urlar desa Uyg'urlar zodi shu bizning vatanimizni tatib oldi. Biz Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun kurash qilyapmiz. Hammamizning dardimiz bor. To'g'ri tuqqanlarimizni tutib ketdi. Hozir kim bilan so'zlashsa, Uyg'ur degan ismni to'g'ri solsa, hamma yerdan chiqadigani shu echinarlik bizniki shu ahuzorimizlar. Ammo biz bu Sharqiy Turkiston xonim qizlari degan Instagram beti bilan shu Sharqiy Turkiston xalqining ichki dunyosini, ularning insoniy qimmatini, ular uchun nima muhim, ota-onasininki qaysi tarafi shular ta'sir ko'rsatgan, qanday qilib o'sib yetilgan, o'zining mijoz xarakteriga eng kuchli ta'sir ko'rsatgan nima omil deganga o'xshash narsalar bilan Uyg'ur degan millatni tuzuk bilib yetmagan, tushunmagan, uqmagan, faqat Xitoy bularning zaminini egallab 3 million Uyg'urni jazo lagerlarida so'layapti. Andan keyin hozir qul qilib ularni ishlatib yetibdi deganga o'xshash chiqayotgan xabarlardan boshqa Uyg'urlar to'g'risida tuzuk bir nima bilmaydigan xalqlarga bu bek qiziqarli bilinyapti. Biroq hozir shu yaqinning yog'i sal to'xtab qoldi, chunki biz tonish bilishlarimiz biz bilib so'rab sen menga bir javob bergan bo'lsang deydigan xonim qizlarimiz asosan endi shunga endi biz mening rijoyim o'sha programmamizni ko'rayotgan xonim qizlar shu betimizga chiqib yoki bizning tor betimizda email adresimiz bor contact@campaignforuygurs.org degan yoki Instagramda shu Women of East Turkestan ya'ni Sharqiy Turkiston xonim qizlari kiriblar o'sha message yozsa bo'ladi yoki Facebookda bizning Campaign for Uygurs'niki Facebook mesajıga nima Campaign for Uygurs'niki Facebookda uçur yazdıgan yeriga shaxsiy uchurga yozsin bo'ldi. Bir aloqalashgan bo'lsa, ham shunga bir ovoz qo'shib bergan bo'ldi. Chunki bu Uyg'ur millatining da'vosini tonutishda Uyg'ur millati qanday millat buni dunyoga bildirishda nihoyat yaxshi rol o'ynaydi.
Demek avval sizden deganingizda sizlarning şu aqbagan bundan keyingi planinglarda inşallah şu planlarning yaxshi amalga oshishini umid qilaman. Hamda şu oldimizga haftada olib borgan bu ayollarni tarbiyalash kursida boshqalar yana ixtiyor qilganlar qatnashsa bo'ldi. Shundaqmi? Shundaq. Buniki Yevropada bo'lg'ashqa Yevropada bak til bak masalan Germaniyadagilar germancha biladi, Hollandiyadagilar Nederlandcha biladi. Shunga til bakning bo'lib ketadi ekan. Shunga biz Bölüp qildinglar. ikki programma yetakchisi turkcha qiladi. Çünkü Avrupa'da köpleri Türkçe biladi. Eğer yardım lazım olsa Türkçe bilmeydiganlar bo'lsa Uyg'urchaga tarjima qilib berdi. Bizning bu kampaniya yurgizgan Julie ingliz so'zlaydi, Uyg'urchaga tarjima qilib berdi. Shun tili hamda shu Uyg'urcha bilan Turkcha. Shun xohlagan kishilar biz bilan aloqalashsa bo'ladi, qatnashishni xohlaganlar. Chunki bu to'g'rida bo'lgandan keyin uningki son cheklamasi yo'q. Qanchalik odam qatnashimiz bo'ladi. O palitinlarım aldığımız yaptırdaki 27. iyuldaki onu tutuklayman hem de ki o ballar yaşlarlar kıldığan bir avaz bir dava o paliyatımı tutuklayman. Ondan keyin sizin hazır deganingizdan o Şarkı Türkistan hanım kızdır degan sayfası bunun da özünün ballık vaxtidagi bir iş mesela hatta ballarımızı dep bergen bir hikayemizni şu hissiyatımızı ifadesimi şunu yazıp kısmı bir yani özümüzün tanıtkan buldu hem de onu Uygurca yazsak onu İngilizce qanday buldu deb hem qilmasdimi kerak sana tercüme qilganlar bor deb o'ylayman. Xalqaro anlatılgan bo'lgan ekan. Hatto Hanzucha yoza oladiganlar Hanzu tilida Xitoy tilida yazsa Uygurcha yazsa bo'ldi, Turkcha yazsa bo'ldi. Qaysi til oson kelsa shu tilda yozib bersa, hatto germancha bo'lsin bo'ldi. Chiqib qaysi til bo'lsa bo'laverdi. İnşallah şu xabarni şu programımızı ko'rgandan keyin hanım kızlarımız aktif bir hareketga kelib bunun bir to'liqlar inşallah. Hozir men sizdan bir hadingiz to'g'riliq bir uchur savol so'ragan bo'lsam 5-ayning 29 kuni Erkin Asiya radiosi 21 oydan buyon izlariga ilinmayotgan doktor Gulshan Abbosning tutqunda ekanligi dalillandi degan bir maqolani xabarni berdi. Bu to'g'riliq sizning bir o'ylaganlaringizni bizla o'rtoqlashgan bo'lsangiz. 22 ayga yaqin vaqt mağmagan yolumuz, qılmagan faoliyatimiz qamidi endi hadam to'g'risida. Chiqmagan matbuot so'zlamagan yerim qamidi. Har qanday namoyish qilsam, hatto yig'inlarga borsam, safarlarga borsam hadamning rasmini bo'ynimga esib yurdim. Ashuncha bola qilib bir eg'iz zuvan chiqmagan Xitoyning ama şu Erkin Asiya Radyosu Uyghur bölümüge bunun da ben aitti çoğunkur bir rahmetimni ve hürmetimni bildirme. Muhterem Şöhret Uşur efendim bek köp tırışçalık gösterdi bunun için. Aylarca hatta yıllarca tırışçalık gösteriş. Nurgun qetimlab telefon qilish, nurgun qetimlab izdirgini sürüştü qilish bilan en ahiri adamning şu doktorxonasidagi bir Xitoyning og'zidan birisining og'zidan tutqun qilindi degan bir yig'iz gap chiqdi. Buning bilan bir yoqdan ochig'im kelsa, nima degan bir sharafsiz bir bu hukumat emas, bir diktator hukumatining kichikkina bir rajoni bo'ladi, kichikkina bir qonunni hurmat qilmasimi, nomus qiladi. Ammo Xitoyda u narsa yo'q. Xitoy hukumatida hech qanday bir insoniy bir biz faraz qila oladigan bir huquq yo'q. Bo'lmasa mening hadamdek bir hech qanday bir ishga aralashib baxmagan, o'zi shunchalik bir oq ko'ngil, bir eg'iz ortiq gap qilmaydigan. Hatto men chaqchaq qilib deydim. Ba'zilarni 10 eg'iz gap qilsam, bir eg'iz gap chiqadi bu kishidan desa, mening hadamga 20 eg'iz gap qilsam, singadi bir kulib chiqadi deydi. Bir kulib qo'yadi. Bir eg'iz ortiq gap yo'q. Bir ortiq ishga aralashmagan birisini mening shu faoliyatlarim sababli tutib ketdi. Ya keskin yo'q, ya nadligini bilmaymiz. Bir yerlarda azob chekayotgani aniq. Bizga kelgan birdan bir xabar mana bu shu. Endi Alloh, Janobi Alloh mening hadamni sog' salomat mushu azob uqubatlar
aşu qarang'ı zindonlarda shuni yengadigan sabr ato qilsin deb tilayman. İnşallah shu qilayotgan faoliyatlarimizning natijasi bilan Xitoyning beshini yeydigan kunlarga oz qolgandi. Endi umid bizda qolgan shu anda Allohninki bizga cho'qim bir kun ozodlik keladiganligi ishonman. Shu umid bilan yana achchig'imni, hadamga bo'lgan seg'inishimni kuchga aylantirib, shu to'xtamay qilayotgan faoliyatlarimizni haslab davom qilamiz. İnşallah uş qilayotgan barliq faoliyatlaringlar bilan ham boshqa tashkilotlar shaxsan qilayotgan barliq faoliyatlar natijasida gunohsiz tutilgan Gulshan Adam va Gulshan Adamga o'xshash gunohsiz tutilgan shu millionlarcha qon qarindoshlarimizning shu Xitoyning inson qiyliqidan chiqqan zulmlaridan patroq ozodlik chiqishini, erkinlik chiqishini umid qilamiz inshaalloh. Bu kunlarmi keladi deb umidda yashayotimiz. İnşallah. İnşallah. Uyghur Hareketi Teşkilatı'nın bir iki yıldan bu yan özünün qilayotgan iş faaliyetleri, canlı, ünümlü iş faaliyetleri bilen halkımız içinden emas, bütün xalqaradımı güçlü bir dikkat itibarını hem itiraf kılışıga erişip gelip tonulup gelmekte. Bu Xitoy virusdan aldı keynide siz ilip beriyotgan axbarat asas ilip beriyotgan şu faaliyetlerinizde bir hücumlar uçurdinglarmı? O hücumların neticesi qandaq bir ta'siri bo'ldi yani sizlarga? Halitinglarga. Biz endi bu Uyg'ur harakati tashkilotini shu Xitoyning jazo lagerlari avjiga chiqqandan keyin shu 2017-yilninki oxirlarida 2017-yil 4-oydan boshlab nurg'unlagan kishilar jazo lagerlariga elib ketildi. Matbuotlarda buning bir nimasi chiqmadi. Endi matbuotlarda biz e'lon qilg'izamidik. Hatto shu vaqtlarda biz Amerikaning hukumat o'rinlariga berib, Xitoy bizning 1 million xalqimizni tutib ketdi, jazo lagerlariga akirib ketdi degan vaqtimizda bundaq oshirib etmanglar degan o'rinlar bu. Shu vaqtlarda shu vatandagi xalqimiz uchrayotgan zulmni bir maydonga chiqish, millatimiz uchun texmi qo'limizdan ko'proq keladigan ishlarimizni texmi bir tashkiliy holda elib berish uchun biz Uyg'ur harakati tashkilotini qurib chiqqandik 2017-yilda 9-oyda. 2017-yilda 10-oyda og'izgandik. Shuning bilan endi biz boshdan oxir hech nimaga pisand qilmay, kimdan qanday hujum kelsin, kim nima desin, ishimizni ichimizga tiqiblanma Alloh rizosi uchun vatandagi shu xalqimizning jig'izorining shu noli faryodining biz ovozi bo'lish uchun shu vatanimiz Sharqiy Turkistonning ozodligi uchun deb bir to'g'ri niyatni ko'nglimizga pukib, shuning bilan beshimizni ichimizga tiqibla xizmatimizni qilavergandik. Buning bilan nihoyat yaxshi natijalarni qo'lga keltirdik. Demak, Xitoy dushmanini yaxshi taniydik. Buning bilan bizningki atgan o'qlarimiz nishonga tagdi deb o'ylaymiz, ammo Xitoyning nurg'un hujumlarga uchirdik. Masalan, tor betimizni butunlay barbod qilib, barbod qilgandimi, mundaqdan bir hakerning hujum bilan buzib tuvatmadi. Butun shu saqlaydigan hamma narsani buzib, saqlig'inimi bo'lmay, biz noldan boshlab 1 yil bo'lgan vaqtimizda tor betimizni butunlay noldan boshqadan qurib yasab chiqdi. Undan keyin turkcha Twitterimizni yaxshi xizmat qilayotgan. Qisqagina mesela o'tgan yil 9-oyda ochgan to'xtaydi. 9-oydan hozirgacha bir yilga yetmagan vaqt ichida 2000 ga yaqin agash kuchilari bo'lgan. Shundaq yaxshi xizmat berayotgan. Bizning Twitter'dagi turkcha va xitoycha hisobotimiz ikkilisi taqilib ketdi. Taqilib ketganda qayta ochdik. Uni bizni to'xtatib qolamaydi. Shuningga onun qarindoshlarimizni qo'llab, yana agishib, yana bizningki agash kuchlarimizni oshirib berishni umid qilamiz. Hozir turkchadimi, Uyg'ur harakati, undan xitoychadimi, Uyg'ur harakatiningki Chinese deb, xitoycha deb ikki akkauntimiz bor. Ispancha akkauntimiz hatta.
Bir hareketi İspanca akkantımız, anandikin İngilizce Twitter'da 4 akkantta faaliyet kılattımız. Ana ondan başka yana Xitay bizni Xitay'niki Xalq Gazeti de anandikin Global Times degende net qitim aqadan bizga hujum qildi. Ondan başka yana bir Gana'da çıkıdığan, Afrika'nın bir yerde çıkıdığan bir gazetege aşındaki Uygur hareketini bizni ağzıga elip, onun dışında bir hücum qildi yana. Demek bizim kılıvatkan faaliyetlerimiz ünüm beriyip dep oylaymiz. Şundaq, şu sizlarning faaliyetinin ünümü boğaşqa, biz hemimiz bu Xitay milletini, Xitay hükümetini bizdek sonaydigan bir millet bulmaslığı mümkün. O kadar bilimiz ki qağaz yolbaş deymiz, hem hili mikirlik. Şuna aşırı sizlerinin kılıvatkan faaliyetinin can yeri tekkellik üçün hiçbir su tallamay her taraftan hücum biri bitiptim. Demek bu mukaddes davayımızga iyi çıkış üçün, can vatanımızın müstakillikini qaytırıp geliş üçün hemimiz her taraftan iş ilip berişimiz, hem iş ilip bağlandım, üzümüzü her taraftan terbiyeleşimiz, yetildirişimiz gereken. Mesela hiç bulmaganda ictimai axbaratını qanday qo'llanish. Hani dünya siyasetini öğreniş, üzümüzün tariximizin biliş. Yani müşteriklerin üzümüzü yetildirişimiz gereken. İnşallah müşkilattan barlıq faaliyetlerimiz bilen şu zulüm içindeki halkımız için bir faydalı buluşunu ümit kılımız. Bugünkü söhbetimiz müşahici buldu. Sizin kıymetli vaxtınızdan vakit çıkarıp katışmağınızga rahmet. Bu söhbetimiz arkalık körermenlerinin bir uçurlardan haber boğan buluşunu ümit kılımız. Emse kilaketimi program görüşükçe siz mi hem barlıq vatandaşlarımı Allah'a emanet. Rahmet. Allah'a emanet. Dedim çalışmakta yanımda, dedim ötkörnüne, dedi kulumdur, dedim satar mısın, o dedi yapayım.